Mana hozir hoji bolalarimiz Madina-i Munavvaradan ihromni kiyib, miqotlardan bir miqot bo'lmish Zulhulayfaga kelib, mana umrani niyat qilib, 2 rakat namoz o'qib, duo qilib chiqishyapti inshaalloh. Alloh bu boshlaytirgan amallarimizni o'zi oson qilsin. O'zi kuch-quvvat, muhabbat ato etib, o'zini rozi bo'laytirgan bandalar qatorida ibodatimizni go'zal tarzda nihoyalab olishligimizda o'zi kuch-quvvat, muhabbat ato eylasin. Barakalloh, barakalloh. Barakalloh, barakalloh. Mana hojonalarimiz ham umrani niyat qilib chiqishyapti. Muborak bo'lsin endi hojonalar. Mana umrani niyat qilib olib chiqishyapti inshaalloh. Alloh oson qilsin. Hojonalar chiqasizlarmi? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Hojibolar jo'r bo'lib o'tiramiz birgalikda. Hojibolarimiz o'zimiz yeyishadigan darajada qaytarib ketaveramiz. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك